farzandiman ey Toshqo'rg'on farzandiman Saripul farzandiman Afg'oniston farzandiman Hammazor farzandiman ey Toshqo'rg'on farzandiman Saripul farzandiman Afg'oniston farzandiman rahmat, men inshaalloh dashqalardan xayray xondan bilaman. Shu moy javzoy nima fasl shol to'kiya bir shol tikamiz ana shu sholni mardlar bor. O'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Shunday sholni vaqtiga ne bir shol tikamiz ana shu. To javzoyni oxirlarga da saratonni avvallarga da bor. Bundan keyin sholni bermaysiz ham keyin biladi. Ben mana shu mardiklardan ko'ra shol tikoptik. Mana bular biznikidan tashyaptilar. Qarang o'ylanib nimalarni sholdan moy sargacha bor. O'ylan qarang, nimani qarang. Sholdan yilgani qarang, hamma joy qarang. Tikoptilar mardiklar o'zi. Hamma bor demay bachalarni qarang. Hammasi bor deng. Saragam qarib deng aligida. Biz olimiz maktabimizdan qo'masak, mana ishlasak ham o'yindaga bir bola bersak, o'yindaga bir bola bersak deymiz, xizmat qilamiz mardimga deng. Biz mana mardim millatga xizmat qilamiz, shu dashtalar orolmasin deb. Shu nimani qilsak, sho'lin tikib belaylik, boraylik maktabdan chiqaylik kelaylik deydi. Biz deng mana shu mardim obod qilaylik deb paysaga qaramiz deng mana shu kirib tegish maqmaydi mardim millatga xizmat qilamiz. Xizmat qilaylik deb shu Afg'onistonni orom qilaylik deymiz.